butun dunyoda global xavfsizlik. Mana shu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qora yerdan oppoq non, shirin shakar meva yetishtirish, uni saqlash, xalqimiz dasturxoniga yetishtirib berish. Mana shu yetishtirilgan mahsulotlarni qanday saqlashni, quritishni, qayta ishlashni, konservalashni, ana shu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, mahsulotni yetishtirish, uni quritish, konservalash, saqlash, xolodilnikka saqlash, boshqa usullarga mana ana shuni o'rgatadi. Bizlarda o'qigan talabalarimiz praktika mas'uliyati bo'ladi. Shuning uchun Istanbulda amaliyot uchun ketishadi, olgan bilimlarni praktikada ishlab ko'rishadi. Men Samarqand tuman 39-may o'rta ta'lim maktabi maktab maslahatchisi Sanay va Pariza Doniyorovnaman. Bugun bizning tumanda tashkil etilgan ochiq eshiklar kunida biz o'quvchilarimiz bilan Samarqand davlat universitetining turli xil fakultetlari va institutlari bilan tanishdik. Bizning birinchi lokatsiyamiz bu Jomboy tumanidagi Agrobiotexnologiya va oziq-ovqat xavfsizligi instituti bo'ldi. U yerda bizning bolalarimiz borib, domlalar bilan fikr almashdi, o'zaro suhbat qilishdi. Bolalarimiz juda iliq fikrga ega bo'lishdi va kelajakdagi maqsadlarni shunga qarab qo'yishni o'rganishdi. Undan keyin biz tarix, matematika fakultetlariga keldik. Tarix, matematika fakultetlarida ham bolalarimiz o'zlari qiziqishgan savollarga javob topishdi. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar fakultetida ham bo'ldik. U yerda bolalarimiz ham o'zlarini qiziqtirishgan sun'iy intellekt haqidagi qiziqarli savollarga qiziqarli javoblar topishdi o'zlari uchun kerakli. Bizning undan keyingi lokatsiyamiz Samarqand davlat universitetining biokimyo instituti bo'ldi. Biokimyo instituti direktori tomonidan bolalarga tushuntirish, tashviqot ishlari olib borildi. Undan keyin bolalar gerbariy, vivariy muzeylarni ko'rishdi va iliq fikr va taassurotlarga ega bo'lishdi. Assalomu alaykum. Men Hamzakulova Shahzoda Jafarovna Samarqand tumanining 39-maktab o'quvchisi hisoblanaman. Bugungi ochiq eshiklar kuni munosabati bilan biz Samarqand davlat universitetiga tashrif buyurdik va bugungi taassurotlarimiz juda boy. Bugun men tashrif buyurganimdan juda mamnunman. O'zimga kerakli ma'lumotlarni oldim va qiziqishlarimni o'qituvchilarga bayon etdim. Thank you.